Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaldir Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Harun Reşit'inki hayat hakkında yanıla toxtalyapmiz. Harun Reşit şu Peygamberimizdeki aile tavabatını yani Ali raziyallahu anhu cemaatini yaxşı göretdi dedi. İmam Suvli'nin İshaqul Haşimi degan kişiler rivayet kılışça bir günü biz Harun Reşit'inki huzurda edik. Şu vaqtida Harun Reşit mundaq dedi. Bana hem de köpçülük halk Ali ibn Abu Talib'ni üç gördü dep muştaq gap qilishdikan, men mush gap yetdi. Az buray xuda men hech kimni uni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmayman. Lekin bular bana en üç bizni en ayıplaydiganlar. Hatta biz ularning qisosini olsaqmi, bizning bu podshohligimizni buzish uchun ular en ko'p harakat qilguvchilar. Özümüzün iqtidarchilikdagi ishlarga biz ularni tang hamkorlashib ular tuhbilarni ko'rsatgan bo'lsaqmi, ular ashta qiladi dedi. Hatta ular dedi bizga bo'lgan moyilligidan ulartiq Bani Umayyaga, ya'ni burun Umayyalar bekrak yani moyil bo'ladi. Deb endi bu qaqshavatida va Ali roziyallohu anhu cemaati demdi. Onun balları dedi. Yani Ali raziyallahu anhu'nun öz sulbudan boğan balları muşu Resulullah aile tavabatının kattılardır, büyüklerdir. Ular fazilette hemmedin aldıdır. Bana dadam Mehdi dadısı Mansur'dan, Muhammed ibn Ali'den dadısıdan Abdullah ibn Abbas'tan rivayet kılan bir hadiste bu kişi Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın nevrisi Hasan ve Hüseyin hakkında mundak digerlikini anlagan. O ikisini kim yaxshi ko'rsa meni yaxshi ko'rgan bo'ldi. Kim o ikisiga nafratlangan, bana nafratlangan bo'ldi degan. Yana mundaq deganlikni anglagan ekan. Fatima bütün dünya ayollarining sardoridir. Lekin Maryam bint Imrondan boshqa, Asiya bint Muzahimdan boshqa. Bular Maryam Musa alayhissalatu vesselamning onasi, Asiya bo'lsa Firavunning ayoli. Bir otlam suyunun bahası dedi. Rivayet kılınışça İbn Sammak degan alim şu davrda Harun Reşit'inki huzuriga kirib şu vaqtida bir su içey deb su ekepti de şu arlıqda. Bir kozu su keldirilibdi. Suni qo'lga olgandan keyin Ibn Sammak debdi: "To'xtang, podshohim. Agar mush su bo'lmay qilib qolsa qancha setib olasiz?" desa, mal dunyarimning yerimiga setib olmay debdi. İçin, sınsun debdi de. Şolar suni içip bo'lganingizni men sizdan so'rab boqay. Mush ichgan suv bedeninizdan chiqil unmasa, bu suvni chiqarish uchun nima qilasiz? Degandan keyin bütün mal bisotimni chiqarishga men tayyor debdi de. Shuningla Ibn Sammak mundaq debdi. Bir o'tlam suvga yaramaydigan bu mal mülkni qo'g'lashmagan, beslashmagan yaxshi degandikan Harun Reşit ta'sirlanib yig'lagan dedi. Shuning bilan Harun Reşit uning 100 ming dirham, veziri Yahya 50 ming dirham mukofot bergan. Avvalda qaraganda bu davlatningki iqtisodimizda shoirlarningki maqtashlariga jiqroq sarf qilingandek turdi bu davrda. Endi Davud ibn Razid al-Wasiti Harun haqida tuvandikchirini o'qigan. Harun sebeplik bütün şehirde nur parladı. Harun sebeplik bu Harun'un adil siyaseti de bir kanun nizamlar icra kılındı dedi. Bu Allah'ın zatı ile meşgul boğan bir imam ki dedi. Bunun ehmiyet birdiğini devamlı gazat ya ki hecdir. Bunun yüzünün güzellikinden, nuridan xalqning ko'zlari chaqnab qisilib ketadi. Xalq shundoq nurani manzarasi bilan qarasa chaqnab ketadi. Uning sixiy alqonlarida odamning orzu umidlari texmi kengayishga boshlaydi. Hatto o'ylagandimmi shu bekrak boshqalarga saxilik qiladi. Deb bu she'rni o'qigan. Bu xushomat she'rlar hamda. Hamda xalifalar ichida
muş hadis kitabını anlaş üçün hem senetlik aletde muş ilim üçün sefer kıygan, atlangan padişahlar içinde Qazi Fazil özün bəzi risallarda mundaq degan ki bir padişahınki ilim talep qilish seferini manğallıqını Harun Reşit'ten başqa bir padişahının manğallıqını bilmeyme. O hatta özün iki balısı Emin ve Me'mun'u ilip İmam Malik rahmetullahi aleyhinin Muvatta namlıq kitabını anlaş üçün sefer qıygan dedi. Malik'nin özü de onun üstüge. O şundaq deydi o adam yana. Harun Reşit öz anlığan Muvatta'nın əslisi Mısırlıqlarının kitapxanasıda bahti deydi. Hem şundaq degen bu adam. Onun keyinden şu Muvatta'nı anlaş için sefer qıgan yeni bir padişah Sultan Salahiddin Eyyubi İskenderiye'ye bağlan. Kahire'den. Şu Muvatta'nı öğreniş için. Bunu şu devirdeki muhaddis Abi Tahir İbni Avf'tin anlığan deydi. Üçüncü bir şəxsini bilmeyme deyip rivayet kılgan. Padişahın, sultanın hem de hadis kitabını senetlik alette okup qimmiqi nadir kem uçuraydığı eyvallah tarixda. Çünkü padişah degen huzur halavetki bekrek bayaşat turmuş ahmet berdi. İlim degen bir oddiy soddılıqni, köngül bölüş, izchillikni talep qilgan bir pen. Mansurun Nemri bu vaqtda shundaq deydi. Qur'onni o'zing ko'rsatkuchisi, yo'l boshlovchisi qilgan zot bu deydi. Qur'on uni imom qilish tanlagan vaqtida. Degani yani xalif bo'lgan vaqtida demakda. Uniki yana bir qasidasi bor. Yaxshilik, ulug'liq, esillik hammish bir vodiy bo'lsa, bir jilg'i bo'lsa, Allah Teala seni şu yaxşılıkla toplangan urungu çüygen dedi. Sen şunun hemmisini bazen tepilidu demekçi. Şunu olan bununla 100 bin dinar derhem mukafat belgeliki kayıt kılıngan. Hem de Hüseyin ibn Fahb degan şairden deyişçe Harun Reşit davamlıq deydiğin gibi men en yaxşıganlık, men yaxşı gördüğün, men maqtagan şiir tövendikçe. Emin Me'mun Mu'temin'nin dadısıdır. Onu bir dadı süpet haletide, dadlıq haletide ve ballıq haletide onun yaxşı ikram qıyğın degan şiir en yaxşı gördüğün şiir ekan. Harun Reşit'ninki. Saqul Mevseli şundaq deydi, men Harun Reşit'ninki qışıq kirgan vaqtimda tövendik şiirini okugandim. Bexillik buyuruvatında bu işdeki nefsi haletini bayan qılmaş bu arqılıq. Onun dedim toxtan sizin bu yerda bexillik yol yok hemde. Xalqlarning hammasi sehi mardning do'stidir. Bexilga do'st bo'lgan bir odamni dunyoda ko'rmadim. Men bu bexillikning o'z bexillarni mazaq qilganligini, o'zining egilarini yomon ko'rganligini, masxir qilganligini ko'ryapman. Shuning uchun men o'zimni bexil deyilmaslik uchun o'zim hurmat qilyapman. Bu yigit degan bilib qo'yang. Bir narsa erishgan vaqtida yani boshqalarga erishtirishni o'ylaydigan, erishtira oladiganlar bu haqiqiy yigitning holatlaridir. Ammo mening berdiganlarim xuddi ko'p berdigan odamlarga o'xshaydi, hurmat üstün. Biroq mening qo'limdagi mol dunyoni bilasiz, oz. Men qandaqmi kambag'al bo'lib ketishdan ensirayman. Boyliqdan mahrum qolishdan ensirayman. Emirul Mu'minin xalifemning ko'z qarashi bu vaqtda go'zal tursa dedi. Yani bu adamı bu orqali mal dunyoga erishgan bo'lishi mumkin. Harun Reşit debdi, yo'q, unda demagan. İnşallah ya Fazl deb manda degan. Kayfa inşallah deb qaytib qo'ygan. Deb shunaq degan. Şolar unaga o'zmani beribdi yana. Bundaq yaxshi ma'nilik beytlarni ilib kelgan odamga Alloh mukofot bersin. Bu beytning ma'nolari nima degan go'zal. Onun bölünüşü, nima degan tizlishi, nima degan yaxshi. Dedim men Emirul Mu'minin sizning gaplari mening she'rimdanmi yaxshi desam,
Padişah Reşit şundaq dedi. Fazil, onağa yani 100 mingni ber dedi. Fazil degan bu bir vaziri. Yanala Tuyuriyat nomli kitobda İsaqul Mevseliga bağlangan bir rivayette Ebul Etahiye Ebi Nuvasqa şundaq degan. Ebu Nuvas şu davrdagi katta shoirlardan. Hamda Harun Reşitni maqtagan bir beyt bor dedi. Men biz sendin burun şunu bir maqtagan bolsam şunda şunda yaxshi ko'rib ketdim. O şir bolsimi men sendin ensirgan edim, qo'rqqan edim ey padişahim. Andin senin Allah'dan korkuşun, sendin korkuşumdun men emin tapqızdı. Sen hem de Allah'dan korkkunun körep men hatırcam buldum demekçi. Hem de Reşit'niki şerlerden, evzelliklerden Muhammed ibn Ali Khurasani şundaq aytır. Reşit tuncu bulap halifleşide topni savalice oyununu oynagan adam. Savalice degan bir asa. Şu asuyla at üstü turup top vurduğun bir oyun hemde. Ondan başka Burjasqa o'q atgan podsho deydi. Burjas degan emasmi shu bir uchi sal jumlaqroq, sal to'p shakldaroq yasalgan bir neyze. O shu vaqtdagi bir qurol hamda. Va Abbasiylar jamiyatidan tunji bo'lib shahmat o'ynagan podsho deb sifatlagan. Bu mush podshoniki hamda tunji qiliqlari. İmam Sovliniki deyishcha, u mushu naqshchi qo'shoqchilarga tunji bo'lib maosh bekitib bergan, ularni darajaga bo'lgan odam deydi. Xaliflashida. Reşitniki o'ziniki dediki Heylanaga marsiya shaklida yozgan she'rini Sovli degan olim bayon qilib mundaq deydi. Heylana o'lganda g'am qayg'uni jafoni ko'p tatdim, dard tatdim deydi. Ondan ayrılgan vaqtimda men o'zim xotirjam turmushimdan mahrum qoldim. Men qanday bo'lishga parvo qilmayman da hayotimni. O bir dunyo ediki dedi. Qabrda yotgan vaqtida men dunyodan ayrıldım. Xalqlar ayt ko'p. Lekin men sendeki bir tuzuk bir adamni ko'rib boqmadim. Azbiroy Xudo men seni unutib qolmayman. Hamda shu yuqori Nejdiki shamol shoxlarni midirlatgan holatdimi men seni midirlatganla bo'lsa men seni unutib qolmayman degan. Yana bir Sovliniki bayon qilgan yana bir she'r bor ekan, bu Harun Reşitniki ekan. Ey uy xizmatchisi dedi. Ferq degan ma'noda tatlash, tozalash degan mazmunlar keldi. Yani uyni işte pokis tutgan degan bo'lishi mumkin hamda. Sultan padişahının hocayini Allah bilen dedi. Bizni ötüresin, bizge bir mulayim bulan, bizi şefkat kılın. Biz deylemlerden, Türklerden emas. Bu arkalık hem de bizge bir bekip koyan, karab koyan degende yani özün muhabbetini izhar kılgan bir şirken. Hem de Harun Reşit'ninki vefat hakkında Harun Reşit Khurasan'ınki Tos vilayetinde şu urushda g'azat qilayotgan şu jarayonda o'lib ketgan. Bu adam 193-yili Jumadil oxirining 3-yisi dafn qilingan. Shu vaqtida 45 yosh ekanda. O'g'li Salih namozini o'qigan. Alloh bu kishiga rahmat qilsin. Imom Sovli deydi, Harun Reşit 100 milyon dinar qoldirib ketgan. Bunun ichida nurg'un saramjonlar, oltin zibizunatlar, qog'oz pul, nima, kumush pullar, ondan başka mesela çarpayla, çarula dedi. Bulanın 100 milyon 25 min dinar demekçe. Ama başka bir kısım alimlarınki deyişler rivayetçilerinki. Cebrail ibn Baxtyosh degan şu bir doktor Harun Reşit'ninki kesilini davalaşta hatalaşkan dedi. Mana mushu ölümün sebebi idi. Harun Reşit bununki a'zolarni paç qilib içine o'ylagan, lekin bu atiga qarab baqayli deb, at inshaalloh saqayib ketdi deb shu kun o'lib ketgan deydi. Atsamas shu kun o'lib ketgan ekan. Deyilishcha Harun Reşit bir tush ko'ribdi-da, to'st o'lib ketdi, shaqida bir tush ko'rib yig'lab ketibdi. Shundan men bir qabr ko'langlar debda uning qabrisini ko'lab hayot vaqtida. Andan buni bir to'gining ustida kajuda ko'tirib
Tөгüle apırıp da şey appağa vaqtda qabriga qarab bundaq degan: "Ey adam bolası, mana müşayga kirib gitsem esmi?" deb bir bölük kişilerni şu qabrning aşığı çirib xatma o'qishga buyurgan, yani Qur'on o'qishga buyurgan. Şu yerda Qur'onni bir xatma qilgan bo'la. U qabrning tishida şu qabrning levida turib, şu bir ediyalga yo'ginib shuni anglab turgan deydi. Bu muhamda Allah'tan qo'rqqanlikning bir isboti bu odamning. Harun Rashid o'lib ketgan vaqtida o'g'li Aminga bayat qilingan, shu askarlar shu yerda turiblar. Lekin Amin shu vaqt Bag'dodda ekan to'q. Hamda xabar shu Bag'dodga yetib keldi-da shu orliqda. Shundan Amin kishilarga juma namozi o'qib berib, xutba o'qib kishilarga Harun Rashidning vafotini yetkazdi. Xalqning hammasi buni shu vaqtida bayat qildi dedi. Raja degan odam hamda xodim ay tonni, osini, üzükni olgan. Bu shu vaqtida xalifalarningki xalifa bo'lganligininki dalil isboti bo'ladi. Bu ton payg'ambarimizning toni. Bu Raja bu naslni elib shu pochta arusi bilan o'sh kunda Marvadan Bag'dodga yetib kelgan. Marva hozir Turkmanistonda. Shuning bilan Aminga bu narsalarni topshirgan. Bu narsa kimning qo'lida bo'lsa xalifa shu. Hamda Abishays Rar Rashidga marsiya o'qib, tuvandek she'rni o'qigan. Sharqda bir quyosh patdi. Ko'zim uning uchun yosh to'kdi dedi. Amma lekin biz quyoshning patqinni biz o'chkini ko'rib boqmadik. O yani patqa yadi, yana chiqdi dedi. Bu orqali hem marsiya hem tabriknoma qilyapti bu odam. Abi Nuwas tabriknomani va marsiyani, ta'ziyani birlashtirib tuvandek she'rni o'qigan. Bu she'rda dideklar mengishib yuriydi, ba'zi baxtlik, ba'zi baxtsiz matam murosimini tasvirlayapti-da. Biz hem matemde hem bir toyda qalb yig'laydir, ammo ko'z kulidir. Biz hem ulfatda hem g'arblikda. Bizni Amin xalifimiz kuldirdi. Bizni tunuginki xalifimizning vafoti yig'ildi. Ikki quyosh, ikki oy, bir oy Bag'dodda parladi mengu, bir oy to'sda nur o'chdi dedi. Hamda Harun Rashidning rivoyat qilgan hadislardan sanatlar rivoyat qilganini demoqchida. Bu yerda Imom Savliy shunday deydi, bizga Abdurrahmon ibn Xalaf hadis so'zlab bergan edi. Bu kishiga cho'ng dadisi Husayn ibn Sulaymon az-Zabbi hadis so'zlab bergan. Bu odam dedi, men Harun Rashidningki xutba o'qiyotganda mundaq deganligini anglagan edim dedi. Bana Harun Rashid davatida ma gapni. Bana Mubarak ibn Fazala Hasan'din Anas'din rivoyat qilib, Payg'ambar alayhissalatu vesselam bir yerimtal xo'mi bilan bo'lsa davzaxdan saqlaninglar degan dedi. Yani yerimtal xo'm bo'lsa shuni boshqalarga sadaqat qilish orqali siz davzaxdan o'zingni qutqizinglar degan bo'ldi. Yana bir hadisni bayon qilib, bana Muhammad ibn Ali, Said ibn Jubayr'din, Abdullah ibn Abbas'din, Ali ibn Abi Talib'din rivoyat qilib, mundaq degan edi dedi. Harun Rashid davatida hadisni bu sanatlik rivoyat qilyapti. Bu hadis Harun Rashiddan ulangan. Payg'ambar alayhissalatu vesselam yana shundaq degan: "Eg'zinglarni pokiz tutinglar, chunki bu Qur'onning yo'lidir" dedi. Ya'ni eg'zinglarni pokiz tutinglar, tozalanglar, bu Qur'onning yo'lidir degan gap. Shunda qilib Harun Rashidningki hayotiga munosabatlik dars mishada oxirlashdi. Bundan keyin ham Harun Rashidningki yana bir o'g'li Aminningki hayoti bilan tanishib chiqamiz. Yani Abbosiylarningki davri shundaq bir xalifa o'lgandan keyin yana bir xalifa orqali bizga bilindi. Bu orqali biz shu davrlardagi siyosiy, ijtimoiy holatlarni va iqtisodiy holatlarni, shu vaqtdagi islom dunyosiningki umumiy vaziyatini tanishib chiqa olamiz. Endi bu tarix darsi bizga ba'zi vaqtlarda hikmatni eslatadi, ba'zi vaqtlarda bizga ibratni bildirdi. Bu tarixni bilish orqali hamda kelgusimiz uchun yo'l ochamiz. Bularning xatoligidan biz
ibret alımız. Bularning afzalligidan örnek alımız. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.